Joylarda aholi muammolarini tizimli o'rganish, saylovchilar bilan ochiq muloqot olib borish hamda ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarni ro'yobga chiqarish deputatlik faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zero xalq vakilining chinakam samaradorligi qabul qilinayotgan qarorlar emas, balki odamlar hayotida yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlar bilan baholanadi. 14-Sharq yulduzi saylov okrugi deputati Nodir Do'smurodovning navbatdagi ish kuni ham ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida amalga oshirilayotgan amaliy ishlar bilan tanishish, saylovchilar murojaatlarini o'rganish va istiqboldagi vazifalarni belgilashdan boshlandi. Hududlarda aholi tomonidan yillar davomida ko'tarib kelinayotgan yo'l infratuzilmasi masalalari bugun o'z yechimini topmoqda. Deputat tashabbusi va mutasaddi tashkilotlar bilan olib borilgan hamkorlik natijasida qariyb 2,5 kilometr ichki yo'l foydalanishga topshirilib, yuzlab xonadonlar uchun transport qatnovi yengillashdi. Piyodalar harakati xavfsizligi ta'minlandi. Eng muhimi, aholining uzoq yillik murojaatlari amaliy yechim topdi. O'zimda hududimda 4 ta mahalla bor. Mang'itobod, Parchaqara, Novchandir, Parchachandir mahallalari. Hozir Mang'itobod mahallasi hududida turibmiz. Mang'itobod mahallasida 2800 ta fuqarolarimiz bor. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizning boshchiligida ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Bizlar ham shunga labbay deb tuman kengashi deputatlari ancha ishlarni amalga oshiryapmiz va nazoratni doim qilib turibmiz. Bugungi kunda hozir mana Vazirlar Mahkamasining 665-sonli qarori asosida davlat sherikchiligi asosida Mang'itobod mahallasida 920 metr Yaxshiniyat ko'chasiga tushirdik. 550 metr Bektub ko'chasiga tushirdik. Hozir jarayonlar bilan ham tanishasizlar. Bundan tashqari Parchaqara mahallamizda ichimlik suvi bilan ta'minlash, Novchandir mahallamizda ham ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha fuqarolarimizdan murojaatlar tushgan va ana shu murojaatlar yuzasidan bizlar dastur ijrosini amalga oshirish bo'yicha dasturga tushirdik. Bularni ham ko'rib boramiz. Hozirgi kunda o'tgan yili mana shu Mang'itobod mahallasida 540 o'rinli maktab mini stadion qurildi va o'quvchilarga zamonaviy sharoitlarni yaratib berdik. Mustaqilligimizning 35 yilligi doirasida mahallamizda keng ko'lamli hashar ishlari amalga oshirilmoqda. Biz mana shu hashar ishlarida fuqarolarimiz kayfiyatlarini ko'tarish va o'zimizda ham davlatda hissasini qo'shish maqsadida ham bizlar bu mahallamizda obod yurt shiori asosida biz ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Deputatlik so'rovida kamchilik va muammolarni bartaraf etish yuzasidan bizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zimiz nazorat qilyapmiz. Hozirgi kunda mahalla yetiligi bilan birgalikda mana shu muammolarni yechimini topib, shu kungacha bartaraf qilib kelmoqdamiz va mustaqilligimizning 35 yilligida biz munosib hissa qo'shib, muhtaram prezidentimizning oldida mana shu yuzimiz yorug' bo'lib, o'zimizda davlatimiz jonajon O'zbekistonimizga hissamizni qo'shib kelamiz. Deputat faoliyatining yana bir muhim yo'nalishi aholi bandligini ta'minlash va oilalarning daromadini oshirishga xizmat qilayotgan loyihalarni qo'llab-quvvatlashdir. Mang'itobod mahallasida istiqomat qiluvchi Rushan G'aniyeva bugun ana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan tadbirkorlardan biridir. Deputat ko'magida o'z faoliyatini kengaytirgan xonadon egasi 16 sotix yerda uzumzor, 4 sotiqlik issiqxonada limon yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Bundan tashqari chorvachilik bilan ham shug'ullanib, qoramol parvarishlamoqda. Tomorqadan unumli foydalanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish hajmini oshirish hisobiga oilaning daromadi barqaror ortib, xonadonning iqtisodiy farovonligi mustahkamlanmoqda. Oliy o'quv yurtini tugatib, ikkinchi mutaxassislikni tugatib, bundan tashqari biznes qilishda ham o'z g'oyalarimni o'ylab ko'rdim. Bunda bizga tumanimizda deputat, ya'ni mahallamizda Nodir Do'smurodov juda ham katta ko'mak berdi. Menga yo'l yo'riqlar yuritib, mahallaga murojaat qilishimni tavsiya berdi. Bunda yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar raisi bilan birgalikda biz mana shu limonariya parnikni qilishni reja qildik. Bundan tashqari uyimizda 4 ta semental sigirimiz bor, sog'im sigir. Kuniga 80-90 litr sut topshiramiz. Uyimizdan kelib olib ketadi. 16 sotixli uzum tokzorimiz bor. Bunda har xil turdagi, ya'ni kishmish, husayni va boshqa uzum navlari bor. Buni biz bozorga topshiramiz. Bundan tashqari uzumdan mayiz qilishni
reja qilganmiz. Har yili mayiz ham qilamiz. 60 tubdagi limon parnigimiz bor. Daromadimiz yaxshi. 20 milliondan ikkalasidan 40 million, ba'zida 30 milliongacha daromad qilamiz. Bu tadbirkorlikni biz oilaviy yo'lga qo'yganmiz. Oilamizdagi barcha a'zolarimiz ish bilan ta'minlangan, ya'ni bundan tashqari biz oila a'zolarimizdan tashqari yana 8-10 kishini ish bilan ta'minlaganmiz. Bizga yordam beradi, ko'makchi bo'lib xizmat qiladi. Ularga kunlik, haftalik daromad ajratib beramiz. Saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda fuqarolar tomonidan yo'l infratuzilmasi, kommunal xizmatlar, bandlik, tadbirkorlikni rivojlantirish va boshqa ijtimoiy masalalar yuzasidan bildirilgan murojaatlar atroflicha muhokama qilindi. Har bir murojaat bo'yicha mas'ul tashkilotlar ishtirokida aniq vazifalar belgilandi hamda ijrosi deputatlik nazoratiga olindi. Murodov bilan birgalikda mana hamkorlikda ishlar qilyapmiz. Mana o'tgan yili mana qabristonimizni 200 metr yo'lini asfaltlashtirdik xalqimiz bilan, hashar yo'li bilan. Ustini ochib, boshqa yerda mana navisini qildik. Unga stol stulchalarni shu o'zimizning xalqimiz bilan birgalikda hashar yo'li bilan qildik. Deputatimiz bilan birgalikda mana shu mahalladagi nimaki mana shu obodonlashtirish ishlari bo'layotgan bo'lsa, rejalashtirib birga maslahatlashib, mana xalqimiz bilan hashar yo'llarida qilyapmiz. Ishlarimiz ko'p. Mana hozir birinchi darajali ham davlat rahbarining topshirig'i ham biz mana salomatlik yo'lakchasi mana rejalashtirib qo'yibmiz. Mana bu ko'chamiz bor. Shahrixon ko'chasi, Bog'ravon ko'chasi deymiz. U 1 kilometr chiqadi. Mana shuni piyodalar yo'lakchasi qilishimiz kerak. Sementimizga o'zi zaявка berilib, bugun erta chiqsa xalqimiz tayyor turibdi uni qilishga. Aholiga mana ichimlik suvi tortildi. 270 xonadonga deputatimiz bilan birgalikda, u ham hashar yo'li bilan. Bugungi kunda deputatlik faoliyati faqat vakillik vazifasi bilan emas, balki hududlarni kompleks rivojlantirish, aholi manfaatlarini ta'minlash va odamlarni rozi qilishga qaratilgan amaliy ishlar bilan ham namoyon bo'lmoqda. Joylarda bunyod etilayotgan infratuzilma obyektlari, qo'llab-quvvatlanayotgan tadbirkorlar va o'z vaqtida hal etilgan murojaatlar xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Mahallamizda obodonchilik ishlari juda ko'p olib borilyapti. Bu obodonchilik ishlarida biz tumanimizga Do'stmurodov Nodirjonni deputat qilib saylashda hamma bir yoqadan bosh chiqarib saylagandik. Biz saylab adashmagan ekanmiz, chunki mahallamizda bo'ladigan hamma obodonlashtirish ishlarida, ko'chalarda shag'allashtirish, tosh to'kish ishlarida nuroniylar bilan, keksalar bilan, hojonalari bilan mahalla bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib obodonlash ishlari olib boryapmiz. Nafaqat obodonlashtirish ishlari, shu ko'chalardagi elektr podstansiyalar o'rnatish yoki bemorlarga yaqindan yordam berish, xonadonlarda uylarini ta'mirlash ishlari bo'yicha ham nuroniylar, deputatlar, oqsoqollar, imom xotiblar birgalikda ishga borib kelyapmiz. Mana Obod mahalla davlat dasturi bo'yicha hurmatli prezidentimiz tomonidan mahallalarga keng ko'lamda sharoitlar yaratib berdi. Hurmatli prezidentimiz yaratib bergan shu mahallalardagi yoshlarga yer ajratish, tadbirkorlikda qo'llab-quvvatlash, har bir xonadonda albatta o'sha tomorqasidan unumli foydalanish ishlari bo'yicha shu nuroniylar, deputatlarimiz, mahalla faollari, imom xotib, oqsoqollar, otnoylar bilan birgalikda, mahalla yettiligi bilan birgalikda har bitta ko'cha kesimida nuroniylar biriktirilib, tomorqalardan unumli samarali foydalanish, tomorqalardan martagacha hosillar olishdi rejalashtirib olganmiz. Shu bilan birga biz asosan qishloq sharoitida yashaganimiz, chorvachilik, qishloq xo'jaligi, sabzavotchilikka ixtisoslashgani uchun biz yoshlarimizga yer ajratilgan shu yerlardan unumli foydalanib chorvachilikda yo'lga qo'yganmiz. Har bir xonadonda 580 ta oilamiz bo'ladigan bo'lsa, shu kamida 2 tadan chorva mollarini tashkil qilsak, o'sha oiladagi ishsiz xotin-qizlarimiz barligi ta'minlangan bo'ladi. Men nuroniylar sifatida yana shuni qo'shimcha qilmoqchiman. Hurmatli prezidentimiz bizga hamma shart-sharoitlar yaratib berishgan. Mana ayniqsa yurtimiz eng tinch mamlakat hisoblanadi, eng tinch davlat hisoblanadi. Albatta ham bu yurtimiz tinchligi uchun ham biz chiroyli hayotda yashab berishimiz kerak. O'sha hayotda ham oilalarimizni tinchlik, xotirjamligini saqlab, mahallalardagi, oilalardagi ajrimlar sonini kamaytirish, jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz kerak.
Mana ko'cha-ko'ylarimiz asta-sekinlik bilan shu oxiri 5 yilda juda katta o'zgarishlar bo'ldi mahallamizda. Asfaltsiz ko'chalarimiz, o'sha qum ko'chalarimizga toshlar to'kilib asfalt qilinishyapti. Buni tepasida albatta biz shu nuroniylarimiz, deputatlarimizni sayr harakatlari juda ko'p deb o'ylayman. Birorta muammo bo'ladigan bo'lsa deputatimizga murojaat qilamiz, Do'stmurodov Nodirjonga. Albatta buni sessiyaga qo'yishib ijobiy hal qilib berishadi. Ijtimoiy qiyin ahvoldagi mahallamizdagi ta'mirtalab xonadonlarga ham juda katta yordam qilishadi. O'zlari maslahatlarni berib kelishadi. Maktabni bitirgan, oliy ta'limga kiruvchi yoshlarimizga ham yaqindan yordam berib, yo'l-yo'lga ko'rsatib kelishadi. Bugungi kunda bemalol ayta olaman, bizning mahallamizda yashagan hamma nuroniylar, hamma fuqarolarimiz mening prezidentim deb murojaat qiladigan bo'lgan. Mening prezidentim bu qarorni chiqaryapti, mening prezidentim bu qaror chiqaryapti. Talablar ham ortgan, nuroniylardan ham deputatlardan so'rashi, albatta hamma so'rovlari ijobiy hal qilinyapti. Darhaqiqat, har bir hal etilgan muammo, har bir qo'llab-quvvatlangan tashabbus ortida inson manfaatini ta'minlash, hududlarni obod etish va yangi O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida olib borilayotgan izchil islohotlarning amaliy natijalari mujassam.